Assalamu alaikum. Qarindoshlar. 2 kun bo'ldi biz Mike Pompeo efendimninki chiqargan so'zlagan so'zlarini anglab, Uyg'ur qirg'inchiligini Amerikadan hukumatining e'tirof qilganlar to'g'riliq xabar angladik. Afsus yana bizninkilar 2 kundan beri men Facebook'ga qarawatma jimjitlik hukm sürmekte. Men faqat tushunmadim bu tashkilotlarni, tashkilot rahbarlarini, Amerika shunchalik qarorlarni, qonunlarni qabul qilayotgandiki, shuningga yondashib, xalqni ta'virtib, Uyg'ur genotsid to'xtatilsin deb, keng ko'lamlik bir keng miqyosda bir eng bo'lgan ovozliq bo'lsa-mu bir tashviqotni ib berishimiz kerak. Ovozliq bo'lsa-mu ko'chalarga chiqamsaqmi, masalan, o'sha Yevropadagi qarindoshlar o'zlari tug'an davlatlarninkimi o'sha Uyg'ur genotsidni iqror qilish uchun kuch chiqarish kerak. Yevropadagi qarindoshlar har qaysi o'zining davlatniki hukumat organlarining oldiga berib, Uyg'ur genotsid stop deb aslında qog'ozlarni, plakatlarni ko'tarib, shundoq endi harakat qilish qo'limizdan kelmamdi. Sadagan ketay muhojiratdagi demokratik davlatlarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, tashkilotlar, rahbarlar shu qo'linglardan kelmamdi. Bizga cho'nglar, yani bu O'rta Osiyadagilar undaq qilmasaqmi? So'zlayapmiz. 3 yildan beri Uyg'ur genotsidini so'zlab kelyapman. O'shuning ovoz qo'shgan odam bo'ldi. Keyingi vaqtlarda bir turkum qarindoshlarimiz qo'shildi bizga. Endi boshqa qarindoshlarning keng turda Twitter, Facebook'larda shuni chiqarib, ovoz qo'shib, o'zlari turishliq davlatlarniki boshqarish organlariga mushlarni yetkazish kerak. Boshqa davlatlarmi bizning Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish kerak. Shu vaqtda biz mustaqillik yo'lida, da'vo yo'lida bir qadam ilgarilagan bo'lamiz. Shuning uchun barliq muhojiratdagi Uyg'urlardan shunday ravishda bir faoliyat ib berishini talab qilaman.